Mana ichki salonni kombinatsiya rangini qarang, chiroyliligini gap bo'lish mumkin emas. Sevdim lekin akam siz uchun shahar ichida yurishga shunaqa udobniy, elitniy, eng asosiysi ekonomichniy avtomobil topib qo'ydim. U Toyota Camry Hybrid Limited. O'qi bo'lsa yaxshi, lekin qorasi bo'lsa-chi akam, undan ham zo'r, skromniy, qarang, jerskiy bo'lib turibdi. 2025-yil ishlab chiqilgan. Shu kungacha 39,000 km masofa bosib o'tgan 2.5 gibrid 240 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Egalariga gap yo'q, shunaqa yengil Zimmer ballonlar taqib qo'yishdi yumshoq. Dach spozon biz joy do'stim. Eton mana ichki salonni to'g'risi sevdim. Bu kombinatsiyaga prosta til ojiz. Mana eshikni ochganingizda Camry yozuvlari ham tushib keladi. Nima navortini ayting aka? JBL akustikasini ayting, mana Bradway'ni zadniy kamera qilib ishlatishingizni aytingmi? Katta ikkitali panorama krysha, multimedial rul, head-up display, besprovod nazorat, 360 gradus kamera, podogrev охлаждение сидений, pamять sидения. Nima navorot xohlaysiz? Hammasi bor. Yetmaganiga mana orqalarini ham qarang, kengini ishlab qo'yishgan, sentralniy panel. U orqali hamma narsani upravlat qilib ketsangiz bo'lardi. Mana spoilerlarni aytmaysizmi? O'ziga yarashib turgan. Camry yozuvlarida gap yo'q. Orqalari ham hamma yog'ini chiroyli ishlab qo'yishgan dedilar. Narxi keladigan bo'lsa, egalana gaplashib, siz uchun 46,900 ga ko'ndirib qo'ydim. Bosib yuboring akam, shahar ichida mazza qilib, bezrasxot, komfort ichida yurasiz. Bu videoni srochno shunaqa avtomobil qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.